maysini tartib o'stirish. Burunqi zamonda nayt aldiranғы bir dehqon bo'lgan ekan. Bir kuni u etizliqiga bug'doy teribdi. Ammo uningga bug'doylari bek osti o'sayotgandek tuyulibdi. Bu maysalar nimancha osti o'sadiganda? Qanday qilganda bu maysalarni tezroq o'stirgili bo'ladiganda? Amal topdim. Shunda qilib dehqon intayin yaxshi bir amal tepibdi. Qanday amal demamsiz? U har bir tal maysini az-azdan ustiga tortib qo'yibdi. Tartibdi. Shunda qilib etizliqidagi hamma maysini tortib chiqibdi. Bu dehqon kashkirgacha mana shunda jafoliq ishlabdi. Va o'z amgigidan nihoyat mamnun bo'lgan holda uyga qaytibdi. Bugun bak yerib ketdi. Voy bilim. Neymiş qilib buncha yerib ketdim? Etizliqdagi maysalarning tezroq o'sishi uchun ularni tatib o'sishiga yordam qildi. Ha? Tatib o'stirdim? Bunda qilsam maysaning hammasi qurib ketmamdi. Tozma bir ahmoqlik bu. Undaq bo'lmaydi. Qarab tur, atiganlik mening mayslarimning senikidan tez o'sib ketganligini ko'rsa. Aha, maysalarimning hammasi qurib ketibdi-ku. Voy isit. Ikkinchi kuni dehqon etiziga kelib, hang-tang qopdi. Shundaq, ish qilganda astoydil o'ylashmay, aldiraqsonlik qilib, narsalarning taraqqiyot qonuniyatiga xilop ish qilinsa, aksincha yomon oqibat ib keladi.